Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim yangilikni va rasmiy farmoyishning yangi tafsilotlarini tushuntirib beramanki, bu ko'pchiligingizning hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirishi, oilaviy byudjetingizni sezilarli darajada tejashga yordam berishi mumkin. Aynan hozirgi davrda iqtisodiy vaziyatlar o'zgarib turgan bir paytda har bir so'mning qadri yanada oshgan. Ko'plab oilalar uchun kommunal to'lovlar, ya'ni elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv, chiqindi, yig'ish kabi xizmatlar uchun to'lovlar oylik xarajatlarning katta qismini tashkil etadi. Bu xarajatlarni to'lash ba'zan, ayniqsa kam ta'minlangan, ko'p bolali yoki nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz uchun jiddiy moliyaviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'pchiligingiz bu muammo bilan to'qnash kelgan bo'lishingiz turgan gap. Xo'sh, gap nima haqida ketmoqda? Gap kommunal to'lovlar haqida ketmoqda. Ha, aynan shunday. Ma'lum hollarda rasman ba'zi to'lovlardan butunlay ozod bo'lish yoki ularga davlat tomonidan katta miqdorda yordam olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu shunchaki mish-mish yoki bitta odamning gapi emas, balki mamlakatimiz hukumatining rasmiy farmoyishi asosida taqdim etiladigan imkoniyatdir. Agar bu ma'lumot sizni qiziqtirgan bo'lsa, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar haqiqatan ham siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Har bir oila, har bir uy egasi uchun kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lash majburiyat ekanligini yaxshi bilamiz. Yillar davomida bu qoidalar qat'iy edi. Agar siz elektr energiyasi, gaz yoki suv uchun o'z vaqtida to'lamasangiz, qarzlar yig'ilib borardi, ustiga ustak jarimalar hisoblanardi. Hissa ko'rsatuvchi kompaniyalar elektr yoki gazni uzib qo'yishga haqli edi. Bu esa odamlar uchun juda katta noqulayliklar tug'dirar. Ba'zan esa hayotiy ehtiyojlarni qondirishga to'sqinlik qilar edi. Ayniqsa qishning sovug'ida gazsiz yoki elektrsiz qolish, yozning jaziramasida suvsiz qolish hech kimga sir emas. Qanchalik og'ir bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Sudga berish, majburiy undirish kabi choralarning qo'llanilishi ham mavjud bo'lib, bu fuqarolarga qo'shimcha bosim o'tkazardi. Kommunal xizmatlar uchun to'lov qog'ozlari kelganda ko'pchilikning yuzida xavotir aks etardi. Chunki bu mablag'larni topish ba'zan boshqa asosiy ehtiyojlardan voz kechish hisobiga hal bo'lar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarishi mumkin. Mamlakatimiz rahbariyati aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi rasmiy farmoyishni qabul qildi. Bu farmoyish ayniqsa aholining kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni to'lashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Aslida gap shundaki, endilikda ma'lum toifadagi fuqarolarimiz belgilangan me'yorlar doirasida kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan butunlay ozod etilishi, ularga davlat tomonidan kompensatsiya to'lanishi yoki ma'lum muddatga to'lovlar kechiktirilishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu umumiy to'lamaslik degani emas. Bu juda aniq maqsadli yordam bo'lib, u shunchaki to'lovlarni to'lamaslikka chaqiriq emas, balki qonuniy asosda va rasmiy tartibda beriladigan yordamdir. Bu yangilik ayniqsa moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgan oilalar uchun chinakam najot bo'lishi mumkin. Hukumatimizning bu qadami aholining turmush darajasini yaxshilash, ijtimoiy adolatni ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlarning bir qismidir. Batafsil tahlil: nimalarni bilish kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas. Keling, bu yangi farmoyishning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga bu farmoyish taalluqli ekanligini va kimga taalluqli emasligini aniqlashtirib olaylik. Bu ma'lumotlarni yaxshi tushunib olishingiz, o'z huquqlaringizni bilishingiz uchun juda muhimdir. Kimlar tashvishlanishi shart emas yoki kimlar foyda olishi mumkin. Berkam ta'minlangan oilalar bu toifaga asosan ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar kiradi. Bu reyestrga kiritilish uchun oilaning umumiy daromadi belgilangan me'yordan past bo'lishi kerak. Masalan, oilaning har bir a'zosi hisobiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, ular kam ta'minlangan deb tan olinadi. Haqiqiy hayotdan misol. Farg'ona viloyatida yashovchi 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bor turmush o'rtog'i vafot etgan 35 yoshli Gulnora ismli ayol. Uning yagona daromadi bolalar nafaqasi va mayda-chuyda tikuvchilikdan keladigan pul. Oilaning umumiy oylik daromadi
taxminan 2 million so'm atrofida. Bu esa har bir oila a'zosiga 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. Minimal iste'mol xarajatlari O'zbekistonda hozirda taxminan 5-6 ming so'm. Gulnora oldin elektr energiyasi va gaz uchun oyga 300-400 ming so'm to'lab kelgan. Bu uning oilaviy byudjetining deyarli 20% tashkil etgan. Yangi farmoyishga ko'ra u elektr va gaz uchun ma'lum bir iste'mol miqdori. Masalan, elektr energiyasi uchun 200 kilovolt soat va tabiiy gaz uchun 2 yil kub metr doirasida gacha kompensatsiya olish huquqiga ega bo'ldi. Bu uning oylik xarajatini bir ishlik 2 ming so'mga kamaytirdi. Bu esa o'z navbatida farzandlariga qo'shimcha oziq-ovqat sotib olish yoki ularning maktab xarajatlarini qoplash imkonini berdi. Davlat to'laydigan bu qism to'g'ridan-to'g'ri kommunal tashkilotlarning hisobiga o'tkazilgani sababli Gulnora bu pulni qo'lida ko'rmaydi. Ammo uning kommunal to'lovlari avtomatik ravishda kamayadi. 2. Nogironligi bor shaxslar. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari. Ayniqsa yolg'iz yashaydiganlar yoki ularga qaraydigan hech kim bo'lmasa, ushbu yordamga haqli bo'lishi mumkin. Haqiqiy hayotdan misol, Toshkent shahridagi ko'p qavatli uyda yashovchi ikkinchi guruh nogironligi bor 70 yoshli Rustam aka yolg'iz istiqomat qiladi. Uning yagona daromadi pensiya bo'lib, oyiga taxminan 2 million so'm. Qishda isitish xarajatlari, gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar uning pensiyasining katta qismini ba'zan 34 gacha olib qo'ygan. Rustam aka har oy dori-darmonlariga ham pul sarflaydi. Yangi farmoyishga ko'ra unga ma'lum iste'mol me'yorlari doirasida elektr energiyasi va gaz uchun 30% miqdorida kompensatsiya beriladigan bo'ldi. Bu unga oyga o'rtacha taxminan 1000 ming so'm tejash imkonini beradi. Bu summa Rustam aka uchun juda katta yordam bo'lib, u endi dori-darmonlariga ko'proq pul ajrata oladi. O'zini yanada qulay his qiladi. Bu imtiyoz unga oylik kvitansiyasida chegirma sifatida aks etadi. Ya'ni uning to'lanishi kerak bo'lgan summasi kamayadi. O't, keksa yoshdagi fuqarolar, ayrim toifadagi pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashaydigan va davlatning ijtimoiy himoyasiga muhtoj deb topilganlar. Haqiqiy hayotdan misol Navoiy viloyati qishloqlaridan birida yashovchi taqaman yoshli opaxon Xadicha momo. Uning turmush o'rtog'i anchadan beri vafot etgan. Farzandlar chet elda ishlaydi. U bilan hech kim yashamaydi. Xadicha momoning pensiyasi yil belgilab 2 million so'm. Uning asosiy xarajatlari oziq-ovqat va yashash uchun zarur mahsulotlar. Oldin u suv va chiqindi uchun to'lovlarni ham o'z pensiyasidan to'lagan. Endi esa yangi tartib bo'yicha unga suv ta'minoti va chiqindi yig'ish uchun to'lovlarning ma'lum bir qismi uchun kompensatsiya beriladi. Taxminan oyga 30 ming so'm. Bu uning uchun arzimas deb ko'rinsa-da, aslida har oyda 2 kunga yetadigan non yoki bitta paket choy uchun pul degani. Yolg'iz qariyalar uchun bu kichik ko'rinadigan yordam ham juda qadrlidir. 4 ko'p bolali oilalar, 5 va undan ortiq farzandi bor oilalar agar ularning daromadlari belgilangan me'yordan past bo'lsa. Haqiqiy hayotdan misol, Samarqand shahrida yashovchi 6 farzandi bor Jamshid va Nargiza oilasi. Jamshid kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, Nargiza uy bekasi. Oilaning umumiy oylik daromadi 4 million so'm atrofida. Bu esa har bir oila a'zosiga taxminan 500 ming so'mga to'g'ri keladi. Ularning katta oilasi elektr energiyasi va suvni ko'proq iste'mol qiladi. Har oyda elektr uchun o'rtacha 400-500 kilovolt soat. Suv uchun esa 20 kub metr atrofida sarflashadi. Yangi farmoyish ularga elektr energiyasi uchun belgilangan me'yor. Masalan, 2000 kilovolt soat doirasida 25% chegirma va suv uchun belgilangan me'yor. Masalan, 10 kub metr doirasida 30% chegirma olish imkonini berdi. Bu ularning oylik elektr to'lovini 7 ming so'mga, suv to'lovini esa 20-30 ming so'mga kamaytirdi. Umumiy hisobda ular oyiga 1 ming so'mdan ortiqroq mablag'ni tejashmoqda. Bu esa bolalarning ta'limi yoki kiyim-kechagi uchun sarflanishi mumkin. 5. Vaqtinchalik moliyaviy qiyinchilikka uchraganlar, ishsiz qolganlar. Og'ir kasallik tufayli ish qobiliyatini vaqtinchalik yo'qotganlar kabi holatlarda ma'lum muddatga to'lovlarni kechiktirish yoki ularga qisman yordam berish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Haqiqiy hayotdan misol. Andijon viloyatida yashovchi 40 yoshli Alisher ismli yigit uzoq yillar fabrikada ishlagan, ammo fabrika yopilishi sababli ishdan bo'shatildi. Uning ish topishi uchun bir necha oy vaqt kerak bo'ldi. Bu davrda uning oilasi 2 farzandi va xotini daromadsiz qoldi. Alisher mahallaga murojaat qilib, o'zining
og'ir moliyaviy ahvoli haqida ma'lumot berdi. Yangi farmoyish doirasida unga elektr va gaz to'lovlarini 3 oy muddatga kechiktirish imkoniyati berildi. Ya'ni u bu 3 oyda to'lovlarni amalga oshirmadi. Jarima ham hisoblanmadi. 3 oydan so'ng Alisher yangi ish topgach, yig'ilgan qarzni bo'lib to'lash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu unga og'ir davrda oilasini boqish va yangi ish topishga e'tibor qaratish imkonini berdi. Kimlar tashvishlanishi kerak yoki kimlarga bu farmoyish taalluqli emas? Shuni aniq tushunish kerakki, bu imtiyozlar barchaga birdek berilmaydi. Agar siz yuqoridagi toifalarga kirmasangiz, yuqori daromadli oilalar, oylik daromadingiz belgilangan me'yordan ancha yuqori bo'lsa, siz ushbu yordamga haqli emassiz. Bir nechta mulkka ega bo'lganlar, agar sizning nomingizda bir nechta turar joy yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lsa, davlat sizni ijtimoiy himoyaga muhtoj deb hisoblamaydi. Murojaat qilish tartibiga rioya qilmaganlar, agar siz barcha zarur hujjatlarni taqdim etmasangiz, arizani noto'g'ri to'ldirsangiz yoki belgilangan muddatlarda murojaat qilmasangiz, sizga yordam rad etiladi. Oddiy, o'zini o'zi ta'minlay oladigan oilalar, umumiy qoida bo'yicha o'zini o'zi ta'minlay oladigan, jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmaydigan oilalar uchun kommunal to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq to'lash majburiyati o'z kuchida qoladi. Ularga ushbu farmoyish taalluqli emas va ular uchun hech qanday kompensatsiya yoki imtiyoz nazarda tutilmagan. Bu ma'lumotlarni tushunish sizning keyingi harakatlarni to'g'ri yo'naltirish uchun muhimdir. Istisnolar, taqiqlar va nozik jihatlar bu yangi farmoyish juda muhim bo'lsa-da, uning o'ziga xos istisnolari, tuzoqlari va nozik jihatlari bor. Ularni tushunmaslik sizga kutilgan foydani bermasligi yoki hatto muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Istisnolar har kim ham to'liq ozod etilmaydi. Bu umumiy to'lovlarning afv etilishi emas. Farmoyish asosan faqatgina belgilangan toifadagi fuqarolarga qaratilgan va ularga ham to'liq emas, balki qisman yordam berilishi mumkin. Masalan, siz elektr energiyasi to'lovidan 300 pund chegirma olishingiz mumkin, qolgan 700 pundni esa o'zingiz to'laysiz. Qoplama faqat ma'lum turdagi xizmatlar uchun bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda kompensatsiya faqat elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun berilishi mumkin. Suv ta'minoti, kanalizatsiya yoki chiqindi yig'ish kabi boshqa xizmatlar uchun esa to'lovlar o'zgarishsiz qoladi. Buni aniq bilish uchun mahalliy ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qilish kerak. Kompensatsiya miqdori iste'mol hajmiga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng muhim jihatlardan biri shuki, kompensatsiyalar odatda belgilangan iste'mol me'yorlari doirasida hisoblanadi. Masalan, agar sizga elektr energiyasi uchun 200 kWh me'yor belgilangan bo'lsa va siz 300 soat belgilangan bo'lsa va siz 200 kWh iste'mol qilsangiz, kompensatsiya faqat 200 kWh uchun hisoblanadi. Ortiqcha 100 kWh uchun to'liq narxni o'zingiz to'lashingiz shart. Bu o'z navbatida fuqarolarning energiya resurslarini tejashga undaydi. Farmoyishning amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar va kompensatsiyalar vaqtinchalik xarakterga ega bo'lishi mumkin. Masalan, 6 oy yoki 1 yil muddatga. Bu muddat tugagandan so'ng qayta ariza berish yoki yangi shartlarga rioya qilish talab etiladi. Bu yordam davlatning doimiy ijtimoiy siyosati sifatida emas, balki muayyan davrga mo'ljallangan qo'llab-quvvatlash chorasi sifatida joriy etilishi mumkin. Taqiqlar va xatarlar. Noto'g'ri talqin qilish. Bu eng katta xavflardan biridir. Ba'zilar bu farmoyishni umumiy afv deb tushunib, barcha kommunal to'lovlarni butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu juda xavfli noto'g'ri tushuncha. Agar sizga rasman tasdiqlangan yordam ko'rsatilmagan bo'lsa, to'lovlarni to'xtatish qarzlar to'planib borishiga va kechiktirilgan to'lovlar uchun jarimalar qo'llanilishiga olib keladi. Qolaversa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar elektr, gaz yoki suvni uzib qo'yishga haqli bo'lib qolaveradi. Hujjatlarni noto'g'ri taqdim etish. Agar sizning arizangiz noto'g'ri to'ldirilgan bo'lsa yoki zarur hujjatlar to'liq taqdim etilmagan bo'lsa, sizga yordam rad etilishi mumkin. Bu esa sizning vaqtingizni va harakatlaringizni zoye ketkazadi. Shuning uchun hujjatlarni diqqat bilan yig'ish va to'ldirish juda muhimdir. Firibgarliklar, har qanday yangi va foydali yangiliklar paydo bo'lganda turli firibgarlar faollashadi. Ular sizga kommunal to'lovlardan ozod qilish bahonasida murojaat qilib sizdan pul so'rab, go'yoki sizning nomingizdan ariza topshirishni taklif qilishlari mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport nusxasi, PIN-FL, bank kartasi ma'lumotlari yoki pulingizni begonalar bilan bo'lishmang. Barcha rasmiy murojaatlar bepul amalga oshiriladi
va faqatgina davlat organlari orqali bo'ladi. Qarzdorlikning oldini olmaslik. Agar sizda oldingi kommunal to'lovlardan qarzdorlik mavjud bo'lsa, bu yangi imtiyozlar odatda shu qarzdorlikni qoplamaydi. Yangi farmoyish kelajakdagi to'lovlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Oldingi qarzlar bo'yicha to'lash majburiyati o'z kuchida qolaveradi. Nozik jihatlar qoplama, hajmi va shartlari hududga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yoki yirik shaharlarda ajratiladigan kompensatsiya miqdori va shartlari qishloq hududlariga nisbatan farq qilishi mumkin. Shuningdek, oilaning tarkibi, daromadi va hatto mavsumga qarab ham yordamning shakli o'zgarishi mumkin. Qishda isitish xarajatlari uchun ko'proq yordam. Yordamni olish uchun har yili yoki belgilangan muddatda qayta ariza berish talab qilinishi mumkin. Bu sizning ijtimoiy holatingiz o'zgarishi mumkinligini inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Masalan, oilaning daromadi oshsa yoki farzandlar voyaga yetib mustaqil yashashni boshlasa, imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Yangi farmoyishga ko'ra davlat tomonidan ajratilayotgan kompensatsiyalar bevosita kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga o'tkazilishi mumkin. Bu degani sizga naqd pul berilmaydi, balki sizning kommunal to'lov hisob varag'ingizda avtomatik ravishda kamayish kuzatiladi. Shuning uchun har oyda to'lov qog'ozlarini diqqat bilan tekshirish va agar biron bir xatolik bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy harakatlar. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirishingiz mumkin deb hisoblasangiz, qanday qadamlarni tashlashingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Bir qadam huquqingizni aniqlang. Birinchi navbatda siz ushbu yordamga haqligingizni aniqlab olishingiz kerak. Bu eng asosiy qadamdir. Qayerdan boshlash kerak? Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari, har bir tuman va shaharda ijtimoiy himoya agentligining bo'limlari mavjud. Bu tashkilot bevosita ijtimoiy yordam ko'rsatish masalalari bilan shug'ullanadi. Ular sizga eng aniq ma'lumotni bera oladilar. Ularga borib, meni aniq qaysi toifaga kirishim mumkin deb so'rang. Oilangizning daromadlari tarkibi, nogironlik holati haqida ma'lumot bering. Mahalla raisi, profilaktika inspektori, mahallangizdagi mahalla raisi yoki profilaktika inspektor ham bu borada sizga yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Chunki ular o'z mahallalaridagi oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshi bilishadi. MyGov.uz portali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Ushbu portal orqali ham tegishli xizmatlar bo'yicha ma'lumot olishingiz, hatto onlayn murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi xizmatlar bo'yicha onlayn maslahat o'tish imkoniyati ham mavjud. Misol, farzandimning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini, pasportimni olib, mahallamizga borib, oilamning kam ta'minlanganlik darajasini aniqlash va ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilishi mumkinmi deb murojaat qildim. Mahalla raisining yordamchisi menga qanday hujjatlar kerakligini tushuntirib berdi va qaysi idoraga borishimni ko'rsatdi. Ikki qadam zarur hujjatlarni yig'ish. Huquqingizni aniqlaganingizdan so'ng sizdan ma'lum hujjatlar talab qilinadi. Bularni to'liq va tartibli yig'ish juda muhim. Kerakli hujjatlar ro'yxati, pasport nusxasi, oilaning barcha voyaga yetgan a'zolarining pasport nusxalari. Asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olishni unutmang. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, nikoh guvohnomasining nusxasi. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar farzandlaringiz bo'lsa, ularning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarining nusxalari. Oilaning daromadlari haqida ma'lumotnoma, ish joyingizdan, agar ishlasangiz, pensiya fondidan, agar pensioner bo'lsangiz, ijtimoiy nafaqalar olganligingiz haqidagi ma'lumotnoma, agar nafaqa olsangiz, ishsiz bo'lsangiz, bandlik markazidan ishsizlik nafaqasi olganingiz yoki hisobda turganingiz haqidagi ma'lumotnoma. Uy joyining kadastr hujjatlari nusxasi, uy joyingizning kadastr pasporti yoki ijarada turgan bo'lsangiz, ijara shartnomasining nusxasi. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar kvitansiyalari, oxirgi 3-6 oylik kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv kvitansiyalarining nusxalari. Bu sizning iste'mol darajangizni va to'lov holatingizni ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Nogironlik guvohnomasi, agar siz yoki oila a'zolaringizda nogironlik bo'lsa, ushbu guvohnomaning nusxasi. Bank hisob varag'ining rekvizitlari. Agar kompensatsiya pul shaklida berilsa, garchi aksariyat hollarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot hisobiga o'tkazilsa ham, sizning bank hisob varag'ingiz rekvizitlari
talab qilinishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasini olib borishni unutmang, chunki ularni taqqoslashlari yoki nusxalarini tasdiqlashlari mumkin. Hujjatlarni faylga solib, tartibli olib borish tavsiya etiladi. 3 qadam: arizani topshirish. Hujjatlar to'liq bo'lgandan so'ng arizani topshirishga navbat keladi. Qayerga? Ijtimoiy himoya agentligi bo'limlariga, asosan shu idora tomonidan arizalar qabul qilinadi va ko'rib chiqiladi. Mahalla raisi orqali, ba'zi hollarda mahallangiz orqali ham murojaat qilish mumkin. Ular hujjatlaringizni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi va tegishli idoraga jo'natadi. MyGov orqali onlayn. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz va elektron raqamli imzo mavjud bo'lsa, ushbu portal orqali ham arizani onlayn topshirishingiz mumkin. Bu vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos etadi. Qanday yozish kerak? Arizani odatda qabul qiluvchi organ xodimlari yozishga yordam beradi. Ammo siz uning umumiy tuzilishini bilsangiz, yanada ishonchli bo'lasiz. Kimga? Ijtimoiy himoya agentligi hududiy bo'lim boshlig'iga yoki mahalla raisiga? Kimdan? Sizning ism familiyangiz, ota ismingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz. Ariza matan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi sonli raqamni aniqlashtiring. Agar aniq bo'lmasa, shunchaki tegishli deb yozing. Qarori farmoyishi asosida. Oilamning ijtimoiy holatini hisobga olgan holda, kam ta'minlangan oila, nogironlikka ega shaxs, ko'p bolali oila ekanligingizni ko'rsating va zarur bo'lsa qisqacha izoh bering. Kommunal xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv ta'minoti va uchun to'lovlar bo'yicha kompensatsiya yoki imtiyoz berishingizni so'rayman. Barcha zarur hujjatlar ilova qilinadi. Ilova: yuqorida sanalgan barcha hujjatlarning ro'yxatini to'liq yozing, sana, imzo. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini qabul qilgan shaxsning imzosi, familiyasi va muhri bilan qaytarib olishni unutmang. Bu sizning qo'lingizda murojaat qilganingizni tasdiqlovchi isbot bo'ladi. 4 qadam: javobni kutish va monitoring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng u ko'rib chiqiladi. Arizangiz ko'rib chiqilish muddatlari odatda bunday arizalar 15 kundan 30 kungacha bo'lgan muddatda ko'rib chiqiladi va yozma javob beriladi. Bu muddatlar qonun bilan belgilangan. Javob kelmasa nima qilish kerak? Agar belgilangan muddatda javob kelmasa, siz arizani qabul qilgan idoraga telefon qilib yoki shaxsan borib holatni so'rashingiz mumkin. Natija bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, viloyat ijtimoiy himoya agentligiga, xalq qabulxonasiga yoki vazirga murojaat qilish huquqingiz bor. Rad javobi kelsa nima qilish kerak? Agar sizga rad javobi kelsa, rad etishning asosli sababini tushuntirib berishlarini talab qiling. Ba'zida hujjatlardagi kichik xatolar, masalan, biron bir ma'lumotnomada imzo yoki sana yo'qligi sabab bo'lishi mumkin. Sababni bartaraf etib arizani qayta topshirishingiz mumkin. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, sudga murojaat qilish huquqingiz mavjud. Xulosa va yakuniy cho'lov shunday qilib, aziz do'stlar, bugungi videoda biz kommunal to'lovlarni to'lamaslik mumkinmi degan savolga atroflicha javob berdik. Esingizda bo'lsin, bu umumiy qoida emas, balki aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun yaratilgan yangi muhim imkoniyatdir. Bu davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning bir ko'rinishi bo'lib, hayotiy muhim xizmatlar uchun to'lov yukini yengillashtirishga qaratilgan. O'z huquqlaringizni biling, rasmiy ma'lumotlarga tayaning va har doim belgilangan tartib-qoidalarga rioya qiling. Aynan shu yo'l bilan siz moliyaviy ahvolingizni yaxshilashingiz va ortiqcha xarajatlardan qochishingiz mumkin. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish uchun hamma hujjatlaringizning joyida tartibli bo'lishi va murojaat qilish tartibini aniq tushunib olishingiz zarur. Noto'g'ri talqinlar yoki shoshma-shosharlik ortiqcha muammolarga olib kelishi mumkinligini unutmang. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, bu boradagi tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki siz ham kimlargadir o'z maslahatlaringiz bilan yordam berishingiz mumkin. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni topishda davom etamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.